Nima sababdan yupqa endometriy homiladorlik bo'lishiga to'sqinlik qiladi? Aslida endometriy qatlami ikki slojdan iborat: bazalniy va funksionalniy. Har hayz vaqtida funksional qatlam полностью ajralib tashqariga oqib chiqadi va yana kelgusi siklda bazalniy qatlam orqali полностью funksionalniy sloj tiklanadi. Если funksionalniy slojda kровоток yaxshi bo'lsa, питательный elementlarni yaxshi выделять qilsa, bu homiladorlik ushlab qolishiga, implantatsiya matkani ichida bo'lishiga yana ham ko'proq shans yaratib beradi. Ayrim ayollarda endometriy yupqa bo'lishi mumkin. Keling sabablarini ko'rib chiqamiz. Birinchi sababi albatta bu endi gormonal fonning o'zgarishi. Chunki bilamiz, birinchi fazada estradiol yaxshi ishlab chiqsa, endometriy qatlami chiroyli pishniki bo'lib o'sadi. Va ikkinchi fazada esa bizda progesteron ishlab chiqargani uchun endometriy уже sekretorniy malenko осевший bo'ladi. Gormonal fon o'zgargan qizlarda ko'pincha progesteron preparatlarini назначать qilishadi. Bu absolyutно noto'g'ri. Ikkinchi sabablaridan biri bu men mexanический sabab deb aytgan bo'lardim, chunki bunaqa holat abortdan keyin, выскабливаниyadan keyin, прерывание беременности yoki kesarevo secheniyadan keyin ko'proq kuzatiladi. Bunaqa ayollarda endometriy umuman o'sishdan to'xtaydi, maksimal o'sgani 6-7 gacha o'sishi mumkin. Albatta bunaqa hollarda homiladorlik kuzatilmaydi yoki homilador bo'lishga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun to'g'ri diagnostika qilib, to'g'ri lecheniya olsangiz, sizda endometriy qilingan adekvatniy lecheniyaga to'g'ri chiroyli javob beradi.